Bismillahirrahmanirrahim. Sa'diy Sheroziy. Sheroz shahri 1260-yil. Oshiqlar ipak xurtimi solib o'ralib olmaydilar. Balki parvona kabi otashga o'zlarini uradilar. Sa'diy Sheroziy. Bu dunyo o'zi qanday g'aroyib dunyo ekan-a. Hazrati Odam surgun qilingan diyorda yashayotgan u zotning farzandlari o'zlarining omonat badallari go'yoki kuni kelib tuproqqa aylanmaydigandek tutadilar o'zlarini. Ular bu olamni xuddi o'zlarining shaxsiy mulklari deb biladilar. Ko'zlari yumuq bo'la turib ko'ra olayotgan insonlarni ko'r, amo deb aytadilar. Quloqlari eshitmasa ham qalb ovozini eshita oladigan insonlarni esa kar deydilar. Haqiqiy aqlli insonlarni esa telba deb aytadilar. Ishq-u muhabbatni tushungan, ishq-u muhabbatni his qilgan, ishq-u muhabbat bilan hayot kechiradigan insonlarni esa devona, savdoyi deb aytadilar. Ular qattiq yanglishyaptilar va bu xatolarini o'zlari ham tushunmayaptilar. Ularning oralarida avliyo zotlar borki, o'zining avliyo ekanini bilmaydi. Shunday insonlar borki, Esux shuni ishq-u muhabbat yo'lida fido qilgan u fido qilganini ham bilmaydi. Yana shunday insonlar borki, yo'lni tugatib, mo'ljalga yetib kelib bo'lganlar u kelganlarini bilmaydilar. Sa'diy, sen ko'rib turgan ko'zlaringni bu yo'lda ko'r deb bil. Eshitib turgan quloqlaringni bu yo'lda kar deb bil. Tilingni esa saqov deb tasavvur qil. Aqlni biror bir mozor boshiga irg'it, yo'q bo'lib ketsin. Shuni bilginki, aql qalb darvozasida turgan qop-qora qo'riqchidir. Uni yo'q qilmasang, ishq-u muhabbat qanday qilib ko'nglingga yo'l topa olsin? Ishq-u muhabbat degan narsa aql bilan qo'lga kiritilmaydi-da. Aql bu dunyoning sir va asrorini bilish, tushunishga yaraydi. Ko'ngil esa ishq-u muhabbat degan sir va asrorni anglash uchun berilgan. Ishq-u muhabbatni izlab topgan ey Sa'diy, ishq-u muhabbatni muhabbat bilan izla.